Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa bugun 26-sentyabr 2025-yil. Hop, Ash nohiyasi Do'stlik qishlog'idagi ishimizni ham tugatdik. Mana xudo xolasa ko'ringlar, juda ham sifatli ish qildik. Turbalargacha tushirib berganmiz. Uy egasining talabiga binoan turbalarni ham qo'yamiz deganda ekanmiz. Mana turbalargacha tushirib, qoidaviy qilib berganmiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aziz tomoshabinlar, biz doimo xizmatdamiz. Mana ko'ringlar. Hamma tomoni bir xil fasonda bo'lgan. Yangi fason, xudo xolasa 1-yanvargacha garantiya berganmiz. Tarnovlarni o'zimiz qo'yganimiz uchun, xudo xolasa ichkaridagi tarnovlarni ham polni o'zimiz qo'yganmiz. 1-yanvargacha 2026-yil 1-yanvargacha xudo xolasa garantiya berganmizki, suv o'tib ketsa, kelib besbandlik xizmat qilib beramiz deb. Xudo xolasa avvalo xudo o'tmasin. Bolalar chiroyli qilib ishlagan, mana ko'ringlar. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aziz tomoshabinlar, biz doimo xizmatdamiz sizlar uchun.